Assalomu alaykum Cortex kanali obunachilari. Mana bugungi obzorimizda Monster drabilkamiz obzor bo'ladi. 11 kilovatli Monster drabilkamiz obzori. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bunaqa drabilkalarni obzorini, keyin ishlatish videolarini ko'p qilib boramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, narxlarini ham aytib o'tamiz. Hozir shunchaki podrobli bitta tushuntirib o'taman. Setkalari, tishlari qanaqa bo'ladi, motori qanaqa bo'ladi, hammasini tushuntirib o'taman. Narxini aytaman, lekin ishlatib ko'rsatishda hali yana bitta video qilamiz, alohida uchun video qilamiz. Hozir bu drabilkamizga keladigan bo'lsak, 11 kilovatli mis motor bilan jihozlangan bu drabilkamiz, Monster drabilkamiz universal bo'ladi. Ya'ni qashay, don, so'talar bo'lsa, so'talarni hammasini maydalab, mana bu yerdan siklon holatida xohlasanglar oldindan pastdan tushirib olsanglar bo'ladi. Keling, unda bo'lsa bitta boshidan boshlasak, mana shu yerdan. Ya'ni drabilkamiz o'zi umumiy ko'rinishi, motor 11 kilovatli motor. Temirlar qalin temirdan ishlangan. Chiqarishlar bu yerdan siklondan donlarni chiqarib beradi, qashaylarni ham. Buning ichida ligotka bor, ya'ni parrak bor. Parrak o'zi tortib olib, vakuumni hosil qilib, tortib oladi, tushgan qashayni, donni tortadi-da, bu yoqdan chiqarib beradi. Bu yoqdan un holatda chiqadi. Mana bu yerda balandda teshigi bor. Bunda karnay tayyorlab, tashqariga chiqarib yuborsa bo'ladi. Changlarni chiqarish uchun bu. Havosli changlar chiqib turadi. Bu yoqdan donni o'zi kelib tushadi. Eng qizig'i, bu drabilkamizning eng yaxshi tomoni, plus tomoni desak ham bo'ladi. Bu vakuumli bo'ladi. Mana bunday gofra shlankalar bor o'zida, mana. Bunga 80 talik gofra shlanka qo'yilgan, qalin. Bu shlanka orqali donni solib qo'ysanglar, bemalol o'zi tortib yotadi, tortib maydalab, bu yoqdan maydalab o'zi chiqarib beradi. Unga solib turish kerak emas. Drabilkamizning dilkasiga keladigan bo'lsak, modeli 900R4030 model, ya'ni 11 kilovatli motorga to'g'ri keladi. Soatiga 1 tonnadan 1,5 tonnagacha, ya'ni setkani almashtirishingizga qarab shunaqa ob'yomda chiqarib beradi. Chiqarilgan sanasi 26-yil, 6-oyda chiqqan. Общий og'irligi, ya'ni butun vazni 342 kiloni tashkil qiladi. Xo'p, endi drabilkamizning bu tomondagi voronkasiga keladigan bo'lsak, bu tomondagi voronkasining vazifasi qashaylarni mana shu yerdan solinadi. Qo'l qashaylarni hammasi mana shu yerdan qo'ysangiz, o'zi tortib olib ketaveradi. Bu tomondagi ustidagi voronkasining vazifasi esa so'talar bo'lsa yoki bo'lmasam somon presslarni ham bu yoqdan sovursa bo'ladi. So'talarni qoplab bilan shunday solasiz, o'zi ketib turaveradi. Bir xilda ketib turadi. Endi drabilkamizning asosiy qismi bo'lgan joyi uni pichoqlari bo'ladi. Shuning uchun ham pichoqlari buni muhim vazifa bajaradi. Любой drabilkam pichog'i muhim vazifa bajaradi. Shu asosiy ishni qilib beradigan narsa shu bo'ladi aslida. Buni vazifasi mana hozir mana bu ko'rsak bo'ladi. Bu drabilkamizda mana bunaqa kalyonli pichoqlardan qotirilgan hammasiga. Mana shu olovda charxlangan pichoqlar hammasi. Bu yoqda 5 ta, xo'p, shunaqadan bitta 30 ta bor ekan. 30 ta mana bunaqa 11 kilovatlik 30 ta kalyonli charxlangan qalin pichoqlardan qilingan. Bu yoqlariga mana bunaqa yana kesadigan pichoqlardan qo'yib chiqilgan. Bundan ham 3 tadan 6 ta bo'ladigan bo'lsa, 18 ta bunaqa pichoq bo'lar ekan. Ya'ni bu arra pichoq deydi. Arra pichoqdan 18 ta bo'lar ekan. Mana bu yerga qalinligini ko'rsanglar bo'ladi. Bu ham kalyonli pichoq. Bu kiradigan xashakni o'ziga tortib ketadi va mana shu maydalab beradi. Ichkarida bu yerda yopilib turadi, doimiy vakuum hosil bo'lib, bu o'zi tortib ketadi. Setkalarni ham hozir ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda mana 2,5 li setka turibdi, diametri. Bu un holatiga keltirib beradi donlarni, любой don turlarini un holatiga keltirib beradi bu setkamiz. Hozir ichlarini ham xuddi shu ko'rinishi. Rement orqali mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. Rement orqali yuboriladi. Mana metallarning qalinliklarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Qalin qilib ishlangan, o'zi 342 kilo chiqadi drabilkamiz. To'liq. Motori ham alohida, mana rementlari, shkiti bittasi katta, bittasi kichkina qilingan. Sababi оборотni yana kuchaytirib berish uchun. Motorning оборотini kuchaytirib, bunga kuchlanish kamroq shunda tushadi. Magnetlarni ham ko'radigan bo'lsak, bu birumurli, pachumli deydi, quyma bo'ladi. Magnetdan moylanib turiladi. Har 6 oyda ishlatishingizga qarab 1 yilda bir moylanib turiladi. Endigi navbat setkasiga bo'ladi. Setkasi komplekti 4 ta setka chiqadi. Hozir ichiga bittasi qo'yilgan bu don uchun. Va mana bu yerda yana hozir 3 tasini ko'rsatib o'taman. Mana bu tomonda ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu undan keyingi razmerdagi setkamiz. Mana bu setka bo'ladi. Bu setkaning vazifasi so'talarni yarma holatga keltirib berish. Donlarni so'talarni yarma holatda, ya'ni un holatdan kattaroq holatda, yarma holatda qilib beradi. Bu ikkita setkamiz esa somon press, beda presslar, makkalarni
silyos qilishga, maydalashga, mol uchun, chorva uchun qirishga eng yaxshi variant mana shu setkalar bo'ladi. Endi bu drabilkamizga universalniy drabilka bo'ladi. Vakuumli universalniy deydi, buni monsterli mana qo'yilishlari ham. Bu drabilkamizning narxiga keladigan bo'lsak, eng asosiy joyi dastavkasi tekin. O'zimiz borib o'rnatib, ishlatib ko'rsatib beramiz. Xohlasangiz do'konga kelsangizlar, do'konga ishlatib ko'rsatamiz. Xohlasanglar aytgan joylarga borib o'rnatib, ishlatib ko'rsatib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $1350 bilan butun O'zbekiston bo'ylab, faqat Toshkentda emas, butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Manzilimiz Toshkentda joylashgan, Toshkent Izzada betonka yo'l bo'yida. Do'konimiz bu yerda joylashgan. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar. Kommentariyada fikrlaringizni bildiringlar. Drabilkani qanday sifati, o'zi haqida, bizani qanaqa video olishimizni xohlasanglar, kommentariyaga yozsanglar, o'shanaqa video olib berishga harakat qilamiz. Qaysi drabilkani ishlatib ko'rsatish kerak, qaysi birini obzor qilish kerak, shularni yozsanglar, hammasini shaxsan o'zim obzor qilib beraman.